Miyomani boqadigan, uning kattarishiga sabab bo'ladigan oziq-ovqat mahsulotlari borligini bilarmidingiz? Qiziq eshitiladimi? Ajoyibmisiz? Miyoma bachadonda bo'ladi-yu. Oziq-ovqat mahsulotlarining qanaqa ahamiyati bor bu yerda degan savolni berishingiz tabiiy. Lekin shunday oziq-ovqat mahsulotlari borki, ular miyomaning o'sishiga sabab bo'ladi. Balki bunday oziq-ovqat mahsulotlari sizning dasturxoningizda har kuni bordir. Keling birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu shirinliklar, pishiriqlar. Doimiy ravishda pishiriqlar iste'mol qilsangiz, organizmda insulin miqdori regular ravishda oshib turadi va gormonal disbalansga olib keladi. Estrogen miqdori oshadi. Estrogen bu miyoma uchun ozuqa. Ikkinchisi bu qayta ishlangan go'sht mahsulotlari, polufabrikatlar, kolbasa va sosiska mahsulotlari. Bu mahsulotlar yallig'lanish darajasini oshiradi va gormonal disbalansga olib keladi. Uchinchisi bu spirtli va gazli ichimliklar. Hattoki bir bokal vino ham jigarni o'zining kunlik vazifasini bajarayotgan joyidan chalg'itadi. Jigarga qo'shimcha majburiyat yuklaydi. Bu qaysi vazifa deyishingiz mumkin? Bu organizm uchun keraksiz bo'lgan ortiqcha chiqindi gormonlarni zararsizlantirish vazifasi. Bu kichkina vazifa emas. Buning uchun jigar tinimsiz ishlaydi. Ushbu mahsulotlarni iste'mol qilish natijasida qonda ortiqcha estrogen miqdori uzoq vaqt ushlanib qoladi. Jigar qondagi ortiqcha estrogenni utilizatsiya, ya'ni yo'q qila olmaydi. Miyoma bu estrogen ko'pligi natijasida kelib chiqadi degan gapning ma'nosi mana shundan iborat. Demak, siz miyomaning o'sishini to'xtatmoqchi bo'lsangiz va ba'zi bir gormonal buzilishlardan qutulmoqchi bo'lsangiz, iste'mol qiladigan oziq-ovqat mahsulotlaringizga e'tiborli bo'ling. Tabiiy mahsulotlarni iste'mol qiling. Miyomani o'sishini to'xtatish uchun 4 ta ma'lumotni bermoqchiman. Birinchisi, ko'p harakat qiling. Har kuni ertalab gimnastika, kechki payt piyoda yuring. Esingizda bo'lsin, kam harakatli insonlarda qon quyuq bo'ladi. Miyoma o'sishi tezlashadi. Ikkinchisi, oyoq-qo'llaringiz doimo issiq bo'lishi kerak. Issiqlik organizmdagi immun sistemani aktivlashtiradi. Uchinchisi, hazm sistemasi, jigar, o't, taloq, oshqozon va ichaklar normada ishlashini ta'minlash lozim. Miyoma estrogenlarga bog'liq bo'lgan kasallik. Agar organizmdagi ortiqcha estrogenlar jigar tomonidan utilizatsiya, ya'ni yo'q qilinmas ekan, ular miyomani boqib o'stira boshlaydi. To'rtinchisi, doimo o'zingizni qurbon qilish vazifasidan voz keching. Odatda miyoma bilan kasallangan ayollar yo'q deyishni bilishmaydi. Ular men qilmasam shu ishni boshqa kim qiladi deb hayotda o'zlarini qurbon qilib yashashadi. Butun dunyo tashvishlarini hal qila olmaysiz. Undan ko'ra o'zingiz uchun yashang. O'zingizni operatsion tig'dan qutqarish uchun yashang. Ijtimoiy tarmoqlarda o'tirib, kam harakat bo'lib qolmang. Nasafmed klinikasining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga obuna bo'ling va foydali ma'lumotlarni do'stlaringiz bilan ulashing.